aşkarlaşıp olmaydı bunu. Birincisi Erkin Aliptekin. İkincisi Dolkun Eysa. Dadısının ismi Eysa. Erkin Aliptekin'in balık sıktı üzerine özgerttim deyip İsa deyip özgertti. Üçüncüsü Türkiye'de Erkin Ekrem deydiğim bir balı var. Erkin Ekrem. Dördüncüsü Rişat Abbas ailesi. Beşincisi siz Louisa deyip karısınız buludu Amerikalık. Endi ulanın etrafında Dilşat Reşit deyip birisi var. Abdurreşit 3. doktorxonadagi Abdurreşit Janjanning o'g'li. Maduriyatda Farhat Yorunqash deb birisi var. Bularning kelish manbasi oq ko'rinishini menimcha o'zi turayotgan davlatlarni biladi. Bular hozir bu qatimqi dunyo o'rtining shig'iniga eng kamida 20 Xitoy uchun ishlaydiganlardan 20 uch oshkor xalqning oldida oshkorlangan odamda 20 qatnaydi. Xitoy bir qo'lliq boshqaryotdi. Rishad Abbas akademikka oliy maslahatchi bo'lib turib, oxirida turib boshqarayotgan odam Rishad Abbas ma'rif o'lmalar jamiyati dunyo hurqutini birlashtirgan birlik akaga odam Rishad Abbas. Butun ayollarni qop-qora obayiga go'gab, mushundaq eng qattiq qatmal qilib xalqaro ko'kitayotgan o'rin ma'rif jamiyati ve olmalar jamiyatidagi bir qism adam. Sharq Turkiston Ozodlik partiyasi degan bir qattiq qo'l qo'ydi va shu 3 yil astirtin birga ishlaydi. Türkiye'deki bekleşirçilik ularning gapini anglamaganlarni Türkiye'nin turmushiga aysiz qiladi deb yolg'on gapirib chopilib 1 yil 6 oy 7 oy yotqizib o'tdi. Hazır bu 4 birleşti. Yani 2 adamın ismini demedim Amerika'da. Ben bile hazır. Hem karışıyordum la. Ben desem demesem bilirsiz ismini. Lakin ben bile hazır yaman bulup ödüsünden çıkamam ya. Vakti var mı dersin ki? Louisa Eneli'nin en çok başlıktı. Karl Gershman'ın karşı ikinci orunda durdu. Ana aşk gözümün yakın maşallah hayat. İçinde Louisa Hanım'ın rol oynadı. Ulağı bir xil muamele qilib, onun bir nusxasini Louisa Hanım'ın özüge tapşırgan, bir nusxasini Eneli'ye tapşırgan, bir nusxasini konkursga qavatgan. Men shu xatni tapşırıp bir oydan keyin Louisa Hanım Eneli'den istifa berib ketdi. İstifa berib hozir anglasam Ömer Qanatga ishdan sirt yordam qilib o'tibdi. Boshqa bir tashkilotda ishlaydi, ishlab turib Ömer Qanatga yordam qilib o'tibdi. Yana mush grupga yordam qilyotdi. Dolqun Ruşen, hazır Ömer Kanat, Louisa, bizning Nuri bu 5 adam birga ishlaydi. Endi Louisa Hanım'ningki opsi taraf Xitoy. Xitoyni yaxshi ko'radi, hamma Xitoyni men butun yolg'iz Ömer Kanat emas, 5 adam emas bular. 12 adam bilelim. 12 adam. 12 adam Dolkun Eysa, Ömer Kanat, Ekrem İzim, Erkin Ekrem, Erkin Tarim, Farhat Yorunqash, Dilşat Reşit, Ruşen Abbas, Rişat Abbas, Abdülkim Xodan. Yani bir adam var, onun ismini delemeyim hazır. Louisa 12 adam bular. Ama şu Salih oturuğa çıkıp qattiq tuğandan kim bulardı kim? Mustaqilda to'limisak maydonni turib qo'ydik ekanmizda. Mustaqilda to'lida u hargiz bu rost gap emas. Endi bular setib olamidi odamlar? Xitoy setib etmadi. Xitoy ayada turib o'zining odamlarini mushlarning atrofiga yig'ib berdi. Ular ko'plab chiqib yoza olgandan keyin ularning atrofidagi odamlar o kütasqı kundiga 70, 80, 100 adamga dasqan salsa imandarchilik degan gap kamroqqa o'ygur. Shuning bilan nurg'un odamlar ketib qoldi. Imandarchilik bilan ketdi. Mening 2 navram bor.